do'stlar, bugun sizlar bilan men Cleander Oz. Hop do'stlar, bugungi videomizda har xil hamma mashinalarni olib va hammasini to'g'irlab joyiga qo'yib nima qilishni boshlaymiz. Qani bo'lsam ketdi. Mishqcham ham oldimda do'stlar. To'g'irlab qo'y, miyavlab qo'y. Hop, qani bo'lsam ana eshitgansiz. Birinchi shu boshdan boshlaymiz. Hop, kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Nima qilganimni ham bilmayman. Hop. Birinchi kuchaytirib chiqib olamiz. Pulim cheksiz. Muammo yo'q. O'zingizlarda nima gap do'stlar? Kommentga yozinglar. Birinchi video olishim yaxshi chiqdimi, yaxshi chiqmadimi? Ko'p gapirdimmi, ko'p gapirmadimmi? Qo'limni o'ynatganimga mana mishiq asabga tegib telefonga tiyapti. Nimadirlarga kirib ketadi hozir. Ahamiyat bermaysizlar mishiqcham uchun. Kim mishiqni yaxshi ko'radigan bo'lsa, kommentga mishiqchani yaxshi ko'raman deb yozib yuborsin. Hop, tegmay tur. Yey. Qaqi bo'lsa ham kirib ketyapti, bu tegyapti-da mana. Voy, tezligidan boshqarib ham bo'lmayapti uni. Qaysi rangga bo'y? Sizlarda qaysi rang? Kommentga yozsalaring, keyingi yangi oladigan mashinani rangini o'sha qilamiz. Hozircha o'zimga yoqqan rangda qilib turaman. Meni yoqtirgan rangim qora. Sizlarchi? Kommentga yozib qo'yinglar buni ham. O'yin yaqinda yangilandi. Hop, qaranglar mana. Manetlar shuna bo'ldi. Mana pajarni qo'shildi. Hali bu pajarnini o'ynaganim yo'q. Pajarni o'zi yaxshimi, yaxshi mana bu qizilcha pajarni. Yaxshimi, yaxshi bas o'ynaganim yo'q. Hop, bu mashinamizni yasatib bo'ldi. Ana endi o'yindan chiqib turamiz. Qaysi mashinamiz yasatilmagan bo'lsa, o'shani ham yasatamiz. O'yin keyin mana shuna bo'lib yangilandi. Bugattini ko'ramiz. Hop, yaxshi. Bu ham, bu ham. Apashda hamma mashinani qilib biz endi yangi mashina olgan boramiz. Qaysi mashinani olaylik? Tezroq bu mashina olamiz. Yo'q, gigant gelik olamiz. Haliga ona loylarga borganda kerak bo'ladi. O'shuning uchun qayerga ketyapman? Orqaga qaytamiz. O'shalarda ham hali narsalarni ochish kerak bo'ladi. O'shanga shuni ham olaylik deyapman-da, gigant gelikni. Voy, palakat. To'xta endi, yumalab ketaverma. Pulim cheksiz bo'lganiga qaraganda men ana McLaren, Senna, Ferrarilar unab hozir mana. Pulim mana bunaqa cheksiz-ku mana. Bunaqa sizlar turibdi. Bunaqalarni ola olmayman. Chunki qaranglar mana o'zlaringga ko'rsataman. Mana bosdim. Mana shunaqa chiqib qoladi. Nima qilishni bilmayman. O'shuning uchun hech narsaga tegmasdan yuraman. Birinchi gigant gelik bas, Mersga men muxlis basmanda. Bu gigant gelikni olaveramiz. Bu ham geligu, Mersu. Bilmadim bu Brabusmi.
Hop. Mishqcham men video olayotganimga qarab o'tirib, nima qilyapti bu akaxon deb yotib oldi mana oldimga. Qanday rangga bo'yalgan ekan? Sal loy rangga bo'yatsak, loy tiganda ha deb yuvavermayman. Mashinani yuvishni yaxshi ko'raman. Ko'rdilaring uni? Oq Ferrari'm ham kir bo'yatib yuvgim kelgan yo'q. Pulim ketmaydi bilaman, yuvgim kelmaydi. Vaqt oladi o'sha ham. O'shaning uchun shunaqa ranglarni tanlayman. Ay. Sekin yurarkan 7-skorda 150 nechiga diram chiqarkan. Do'stlar kommentga yozinglar. Qaysi mashinamda ko'proq yuradi? O'zimga ko'proq ana oq Ferrari'm yoqadi. Kim Car Simulator 2 o'ynasa, kanallaring yozib qoldiringlar kommentga. Keyin nima deydi? O'sha kanallaring ko'rib, videolaring ko'rib, sizlarga o'xshamagan bo'lsa ham obuna bo'lib chiqaman, like bosib chiqaman, qo'ng'iroqcha bosib chiqaman. Menga ham shu ishlar qilib qo'ysalaring bo'ldi. Sizlardan iltimosim shu. Diska almashtirmaymiz. Uzun diskasi yaxshi, hamma joylari joyida. Ana endi rangga bo'yatamiz. Sal-pal bo'lsa ham tez bo'ldi. Drift yo'qmi buni? Ay. Men drift bormikan deb yuribman. Yo'q, yaltiroq sizga qo'yamiz-da. Jigar rang qani ekan endi. Shuna rang ham bo'ladi. Shuna rang qo'yaylikchi, mayli, shuna rang ham menga yoqdi. Birinchi marta qilishim uchun menga yoqdi. Yana bitta yangi mashina olgan boramiz. Bugatti'ning avtosaloniga boramizda, Bugatti'ning oldidagi mashinalardan olamiz. Undan keyin Lamborghini Urus olamiz. Ag'darilib ketaverar ekanchi, qimirlab. Menga mashina o'shandaqa nimalar yoqmaydi. Masalan, poyga o'ynayotganlaringda endi yutaman deganlaringda bitta burilib ketib qoladi. Menda shu voqea ko'p bo'lgan. Asam buzilib telefonni otib yuboraman. Mana shuni nazarda tutdim. Bunimi yoki bunimi? Qaysi birisi? Ha, mana shusi. Hop, qani buni olamiz. Buni menga yoqqan xususiyati tezroq yuradi. Avtomat bas, mexanika. Voy, muncha sekin yuradi bu ham. Tez yur. Tormozing muncha sekin bu. Yana bir bor aytib qo'y, qaysi mashinada ko'proq yuray? O'zlaring kanallaring kommentga yozinglar. Men ko'rib obuna bo'laman, like bosaman, qo'ng'iroqchani bosib qo'yaman do'stlar. Turkcha ham gapirib ko'rayman. Buni ham kommentga yozaveringlar. Hammasini birga qilib qo'shib, men zerikmayman.
turkchani japonni bilmasam ham chalaroq bilsam ham bilganimni gapiraman, bilmaganimni o'zbekcha gapirib ketaman sizlar uchun. Yo'q, buni bas. Ne poyima. Nimagadir mana shular ochilmayapti-da. Pajarni qilmoqchiman, ochilmaydi. Asabga tegadi. Bu ham sal-pal bo'lsa ham tezroq bo'ldi. Buni rangi oqligicha qolsinmi? Da, oqligicha qoladi. Nima oq qildim? Ha, ana bo'ldi. Bunda drift bor ekan. Men hech qaysi mashinamni driftini o'zgartirmaganman, chunki oq yaxshi. Chunki drift oq chiqadi-ku. Ditskilar o'zgartiradi. Nima dedim? Ha, Lamborghini Urus olamiz dedim. Sakrami ul. Nasıl yemsin? Cazor. Tiz basakan unchalik. Ha. Lamborghini meni kut. Meni olqishlab ol, men eshikda shunaqangi qoidan buzib, anaqdan ochib olaman. Pram bor meni, pram. Eshikni anaqdan turib ochib olik. Mashinani yurib ketayotganda tushib qolik. Juda qimmat bu. Zato puldan muammo yo'q. Ay. Lamborghini'ni menga shu Urus'da yoqmagan bir tarafi, eniga qilganiga katta qilgani, shu Car Simulator yaratgan egasi eniga katta qilishga qilgani, bo'yiga past qilib qo'yganda, qaranglar, suyimiz pastak bo'lib, xunuk baqaloq ko'rinadi. Mashinalarga men juda ta'rif beraman. Ta'rifdan ham berib oshirib boraman. O'zimga chiroyli yoqqan mashina olaman, meniki. Yo'qolib ketaver, aka, meni qilmadingiz deb. Buni ham rangini qanday qilar ekan? Buni rangini oppoq qilaman. Oppoq yaltirayotgandan basda yaltiramayotgan. Nima qilaman? Oppoqda. Bu ham juda tez bo'lib ketdi shekilli. Qani bitta ko'raylikchi. Voy onasini emsin. Qiynama meni. Yur. Qiynama meni Melisajon, o'zi zo'rg'a video olyapman. Sen nima odamlarning haqqini o'ldirish uchun qilasan ekanda? Melisalikda ham qilishga mashina urib pachag'ini chiqarib odamni o'ldirar ekanda. To'g'rimda ham Melisa bor ekan. Onasini emsin. Manaqda ham Melisa bor ekan. Onasini emsin. Oy. Menda zo'r fikr bor. Sizlarda ham shunday bo'layotgan bo'lsa, pullaringiz cheksiz bo'lsa, shab chiqib ketinglar, bo'ldi. Muammo bo'lmaydi. Mana mashinalaring tayyor. Hech qanaqa mashinalaring mana ketmagan. Ko'rdilaring. Bilsalaring ham, bilmasalaring ham aytib qo'yapman. Ay. O yaxshi ham nima mashina tuzatgan arkamda ekan. Uzoqda bo'lsa keyincha bizin ketadi. Bizin kiydirishni ham yomon ko'raman. Buni kuchaytirdim. Nimaga bekka keldim?
Lamborghini Lamborghini gigant qo'ymayman ya mana. Bak Lamborghini gigant. Men o'zim shunday nom topdim. Do'stlar, Lamborghini gigant mendan zo'ri yo'q. Afsus, mendan zo'ri borda. Voy, mo'qaralar oqdi chiroyliligini. Ana endi Lamborghini hali eng pastdagi ochilgan bo'lsa olamiz. Yo'q. Uni bas. Porsche olaylikmi? Tahoe olaylikmi? Porsche olamiz. Porsche bitta ham haydab ko'rmadim, chunki pulim cheksiz qilishdi. Sizlarga ham aytib o'tay. Dichasizlarni vaqtlaringni olaman. Ammo qaranglar do'stlar, Google ga kirasizlar. Bunga ahamiyat bermaysizlar, qaranglar. Google ga kirasizlar. Hozir. Google ga kirasizlarda mayga mana ikkita p yozasizlarda happy mode ulangan bo'ladi. Happy mode yozasizlarda qaranglar. Hamma puli cheksiz o'yinlarning PUBG, Minecraft bo'lsa ham pulini cheksiz qilib turib, uni pulga ochilayotgan o'yinlarni pulsiz qilib chiqarib. Bitta kirasizlar mana shunga. Uni tortasizlar. Mana shuni tortasizlarda. Mana shu free downloadni bosasizlar. Keyin ag'ini o'zlaring sekin-sekin tushunib qolaverasizlar. Menga ahamiyat bermanglar. Nima? O'sha o'yinlarni tortasizlar. Juda ham qiyin ama tortilishi, sekin tortiladi-yu, ammo menga o'xshab Car Simulator o'ynaydiganlar mazza qilib pul cheksiz qilib o'ynaysizlar-da. Bo'lmasam sizlarga mana shuncha narsani aytib oldim. Keyingi qismda Porsche'ni xuddi shu joyda turganini hech nima qilmayman, shu qilganlarimni boshqatdan qaytaraman. Videomiz tugadi do'stlar. Hammaga